internet tarmog'i, shu virtual olamda turib aytaman, musulmonlarga nima bo'lyapti deyman-da. Birovni kofir deb maza qiladimi, hayron qolasiz. Bitta odamni mana o'sha bilib olinglar, shuni bilib olganlaring yaxshi. Bir dona iymoniga, islomiga dalolat qiladigan bir dona ishi bor-ku, shuni ko'rib qoldingizmi? Mabodo o'lsa, men shuni ko'rganman, duo qilayotganini, yo sajda qilganini, yo bismillah deganini, men shuni ko'rganman, bu musulmon, janoza o'qish kerak bunga deb aytinglar, liboy joyda aytinglar buni. Bir dona. Ha bugun najas, kofir, mushrik, murtad, tog'ut bir balo deyotganlarni birbas, o'nbas, yuzbas, minglab islomiga isbot dalili turibdi amalida. Shuna bo'lib qolmaylik akalar. Din ishida ehtiyot bo'ling. Dunyo ishida adassak, mana hozir shu binoda adassa ustimizga shu o'lamiz xolosda, aqlga bormaymiz. To'g'rimi? Bosadi, kimdirlar qoladi, o'ladi, kimdirlar umridan bo'lsa, shu tom tushib ketganiga tirik qopti deydi. Shunga olib boradi xolos. Dunyodagi zararlar o'limga olib boradi xolos. Lekin dindagi xato bor-u. Hali bizda bir gap bor, xonavayroning chiqib ketadi deydi. Xonavayronimiz chiqib ketadi ekan.